ketyapman, burilyapti. Menga kutib turib, o'tgandan keyin o'tish kerak, lekin u kutmadi-da, keyin mana shu eshigimdan urdi. Keyin mashina almashdik, lekin juda yaxshi sug'urta tizimi, juda zo'r ishlaydi. Sug'urtaga gap yo'q. O'zbekistonga sug'urtani mana shu Amerikan sug'urtasini joriy qilish kerak. Joriy qilish kerak, to'lab beradi mashina. Keyin shunday tushdik, yaxshimisan, yaxshimisan, yaxshi. O'zingga hech narsa qilma, o'zingga hech narsa qilmadimi? Keyin ana hujjatlaringni sug'urta bilan nimani almashdik. Gai ham, polis ham hech kim ahamiyati ham yo'q, kerak hammi. Sog' bo'lsa-da, hech kimga jarohat yetmagan bo'lsa, o'zingiz kelishib olsangiz bo'ldi. Keyin sug'urtasini oldim, mashina hujjat nimasi bilan, haydovchilik guvohnomasi bilan rasmga tushirib oldim. Keyin bo'ldi, ketdik. Keyin mana shuni sug'urtasiga telefon qildim. Mana shunaqa bo'ldi, mana shunaqa bo'ldi dedim. Keyin bo'ldi dedi, rasmga olib nima qilib tashlang dedi. Qayerda bo'ldi, nechida bo'ldi. Keyin ular o'zi ham nima qiladi? Claim number berdi, nima ochadi? Da'vo ochadi, sug'urta da'vosi deyiladi. Shuni da'vo ochadi-da, sizga o'sha raqam beradi. O'sha raqamni aytsangiz, qachon telefon qilsangiz ham, kim qaysi agent ko'tarishdan qat'iy nazar, o'sha sizni ishingizni ko'rib chiqish uchun o'sha sug'urta raqamingiz bo'ladi. Individual har bitta ish uchun, case uchun bo'ladi. O'sha raqamni berdi menga, bo'ldi, sizga aloqaga chiqamiz dedi. Keyin necha kundan keyindir o'sha rasmlarni yuklab qo'ying dedi. Yuklab qo'ydim, necha kundan keyin telefon qildi-da, mashinangizni dedi, nima qilamiz dedi. Total, ya'ni o'sha to'liq yaroqsiz holga kelgan mashinangizni dedi, uni olib ketamiz biz dedi, pul to'lab beramiz dedi. Mayli dedim. Keyin summa chiqarib berdi. O'sha vaqtda $7,000 chiqarib berdi. U Toyota edi. Men 4,000 ga ham olgan edim o'sha mashinani o'zi. Olib, qanchadir hamda keyin o'sha urilgandan shunday bo'lib, keyin $7,000 to'layverdi. Keyin borib men boshqa yangi mashina olganman. Qarang, shunaqa yaxshi tomoni shu hikoyadan o'sha bu yoqda inson hayoti haligi temirdan yuqorilik ko'rinadi-da. Avariya bo'lsa, haligi odam sizni so'kishning o'rniga kelib, yaxshimisan, o'zing yaxshimisan deb so'raydi. Shunga hayron qolganman. Men ham juda ko'p avariya bo'lganman. Juda ko'pchilik kelib urganda birinchi so'raydigani yaxshi. Men to'qnashib ketganman, sizni to'qnashib. Shunaqa. Are you okay deb so'raydi. Siz yaxshimisan dema, o'zing yaxshimisan deydi. Buni ko'rib hayron qolganman. Endi haqiqiy insonni qadri shetdan bilinadi. Yaxshi, bu endi yaxshi siz achimay qo'yar ekan. Temir deysiz, achimay qo'yar ekan. Shu narsa lekin bu yog'i qirilsa, bizda ba'zi bir shunaqa haydovchilar bor, vahima qilib, haligini so'kib, odamning hayoti bu temir tersagidan ancha yuqori turadi. Shuning uchun sal o'zimizni bosib olib, haligi joyda, haligi odamga hech narsa qilmaganligi birinchi o'rinda hal qilsak, mashinani summasi topiladi. Bu yerda endi o'sha insurans sug'urta to'lab berganligi uchun ham odamlarda ko'ngli xotirjam. Chunki qimmat mashina bo'lishi mumkin, arzon mashina bo'lishi mumkin. Siz o'sha haydovchini puli shu mashinadan kelyapti turgan bo'lishi mumkin. O'sha taqdirda ham uni ko'ngli xotirjam. Nega? Chunki o'sha sug'urta ishlaydi bu yoqda, haqiqiy sug'urta ishlaydi. Sizga o'sha pulini beradi. Yana yaxshi tomoni, siz mashinangizni agar ular ta'minlab beradigan bo'lsa, 2 hafta vaqt oladimi? O'sha muddatga sug'urta sizga arendaga mashina beradi. Shunday. Shu sug'urta tizimi haqida qisqacha gapirib o'taylik. Mana sug'urta bu yerda qanday ishlaydi? Sug'urta ko'p, juda ham sug'urta kompaniyalari ko'p. Ularni o'zingiz tanlaysiz, onlayn misol uchun oson mashinani kiritasiz, onlayn sug'urta sotib olasiz. Ular keyin qanday ishlaydi? To'lovi 3 xil sug'urtasi bor. Liability, endi asosiy 2 xil, 3-chi xili shartli, 3 xil bo'lsa bo'ladi. Liability bilan full ikkita turi. Endi liability faqat mas'uliyat, cheklangan mas'uliyat. U misol uchun siz bironta mashina bilan borib, siz mashinada ketyapsiz, bironta mashinaning orqasidan yetib oldingiz, bironta mashinaga zarar yetkazsangiz, liability insurance sug'urtangiz faqat mas'uliyatni olgan bo'lsa, faqat javobgarlikni olgan bo'lsa, u arzonroq pul to'laysiz, oylik to'lovi. Lekin o'shanga yarasha sug'urta siz urib olgan bo'lsangiz mashinani, bironta mashinaga narigi mashinani qilib beradi. Sizdan mas'uliyatni, ya'ni javobgarlikni oladi o'zi bo'yniga sug'urta. Shuning uchun liability sug'urta. Ya'ni misol uchun siz biror bor urib qo'ysangiz, siz xavotir olmaysiz, uni mashinasi haqida. Uni mashinasini sizni sug'urtangiz to'lab beradi. Lekin o'zingizning mashinangizda, siz mashinangizga ham zarar yetadi-ku. Uni sug'urta qilib bermaydi, qoplab bermaydi. Uni o'zingiz qoplab olasiz. Ikkinchi turi to'liq sug'urta. Uni to'liq sug'urtani olsangiz, ana unda siz borib urasizmi, sizni kelib uradimi, ahamiyati yo'q. Sizni sug'urtangiz to'liq qoplab beradi. Siz borib ursangiz, narigi mashinani xarajatini ham qoplab beradi, o'zingizning mashinangizni ham qoplab beradi. Agar boshqa mashina sizni kelib ursa, narigi sug'urtasi sizning mashinangizni kim aybdor bo'lsa, xullas o'shaning sug'urtasi sizning mashinangizni to'lab beradi.
agar to'liq sug'urta bo'lsa-da, uni sizni kelib urganni yoki siz borib urganni sug'urtasi bo'lmasa, o'sha sizni sug'urtangiz hamma xarajatni qoplab beradi. Agar mashinangizga misol uchun $5000 zarar yetgan bo'lsa, $5000, misol servisga xohlasangiz, tanlov bor. Xohlasangiz mashinangizni olib borasizda, xohlagan servisingizga olib borib qo'yasiz. O'sha yerda necha pul remont ketsa, ular invoice beradi, ya'ni boyagi shot faktura, uni sug'urta to'lab beradi o'sha pulni. Yoki men servisga olib bormayman, menga o'sha pulni to'lab ber desangiz, sug'urta sizga o'sha pulni o'zingizning bankingizga, plastingizga yoki kartangizga to'lab beradi. Hisob raqamingizga o'tkazib beradi. Yoki sug'urtani o'zini ishlaydigan nimalari bor, servislari bor. Ular birga ishlaydigan avtoservislar. Ular taklif qiladi. Xohlasang, mana bizning servisimiz bor, mana shu yerda. U ham ko'pincha chain bo'ladi, ya'ni set bo'ladi. Misol uchun hamma joyda bor. Bu yoqda ham bor, bu yoqda ham bor, bu yoqda ham, shaharda ham bor. Siz qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, mana shu yerdagi ofisiga bor, qilib beradi, biz to'lay beramiz. Siz ishingiz yo'q. Lekin mashinangizni olib borib qo'ygan vaqtingizda, mana siz piyoda qoldingiz. Misol uchun 10 kunda bo'ladi mashinangizga, bir haftada bitadi. O'sha vaqt oralig'ida sizga xohlagan nimadan borib arendaga, ijaraga mashina olib minib ketasiz, ijara pulingizni sug'urta to'lab beradi. O'sha qaysi sug'urta qoplayotgan bo'lsa, masalan, sizga boshqa mashina kelib urgan bo'lsa-da, boshqa mashinani aybi bilan bo'lib, o'sha boshqa mashinani sug'urtasi qilib berayotgan bo'lsa, o'sha sug'urta qoplab beradi. Menda ham o'sha meni mashinam kelib urganda menga boshqa mashina berib turishgan, borib oling degan, o'shanda boshqa mashina olib haydab yurganman. O'sha bir hafta 10 kun ichida tovlar ishni ko'rib chiqib, menga pul to'lab berganigacha, o'sha vaqtgacha haydab yurganman mashinani, ular keyin o'sha pulni to'lagan. Shunday liability kimda bo'lsa, o'sha sug'urtasi zararda va o'sha ijaraga minib turgan mashinangizni qoplab beradi. Lekin o'sha ijaragani ham limiti bor. Misol uchun ular mashinangizdan kelib chiqib, misol uchun siz o'rtacha Toyota bilan yurgan bo'lsangiz, Toyotaga teng misol uchun $50 kuniga hisoblaydi misol uchun. Agar siz Mercedes bilan yurgan bo'lsangiz yoki qimmatroq mashina bilan yurgan bo'lsangiz, o'shanga mos misol kuniga $100 balki $150 balki $200 o'shandan kelib chiqib hisoblab beradi. Lekin siz oddiy sedan kichkinaroq mashina minib turib, katta mashina ijaradan borib, eng qimmat mashinani Maybach'ga borib olib keta olmaysiz-da, uni qoplamaydi. O'zingizning mashinangizni darajasidagi mashinani qoplab beradi. Agar qimmatroq xohlasangiz, o'sha darajasini qismini qoplab beradi. Misol uchun kuniga $50 dan ajratib, $50 ni qoplab beradi kuniga. Qolgan misol uchun $100 ga gaplashgan bo'lsangiz, sug'urta ijara mashinani, qolgan $50 ni yoningizdan to'laysiz, to'g'ri keladi. Agar qimmatroq mashina olsangiz-da. Sug'urta tizimi juda yaxshi qo'yilgan, yaxshi ishlaydi. Endi bu narsa balkim O'zbekistonda ham keyinchalik yo'lga qo'yiladi. Shunday menimcha bor. O'sha yaxshi narsalarni gaplashdik. Endi hozir boshqa yana gaplashib o'tmoqchi bo'lgan narsalarimiz o'sha birinchi kelganda bu yoqda Amerikadagi o'zbeklar nima ishlar qiladi va qanday ishlarni ishlash mumkin va ularning oyliklarini umumiy jihatdan gapirib o'tsak bo'ladi. Ko'pchilikka qiziq. Endi hammasini summasini aytish noto'g'ri deb o'ylayman. Hamma topgan puli, hammasi o'zi shaxsiy narsa bu narsa. Lekin qanaqadir darajada limitini aytsak bo'ladi. Mana shunchadan. Chunki bu yoqda oylik summa o'sha oylik emas, yillik hisoblanadi. Umumiy dasturchilarning oyligi qanaqa bo'ladi? Birinchidan boshlaydigan bo'lsa, bu yoqdagi o'zbek diasporasidagi bizdagi o'zbeklarimiz bu yoqda nima ishlar qilishadi? Endi ko'pchilikka qiziq. Hozir ko'pchilik o'zi bildi bo'ldi. Asosiy ishidan boshlasak. Studentlar ishidan boshlab birinchi asosiy ishlardan biri bu dastavka qilish, ya'ni ovqatlarni yetkazib berish yoki boshqa mahsulot, oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish. Ikkinchidagi keyin taksistlik qilish. Bu yoqda o'sha Yandex taksiga o'xshagan, bu yoqda Uber bor, Lyft bor, shunaqa kompaniyalar orqali taksistlik qilish. Keyingi o'rinlarda bo'ladigan bo'lsa, o'sha ofisni ishlarga o'tadigan bo'lsangiz, o'sha logistika sohasida o'zbeklarimiz juda ham ko'p, akaxonlarimiz, ukalarimiz, do'stlarimiz juda ham kompaniyalari ko'p. O'sha joylarda o'sha opalarimiz ham, singillarimiz ham borib ofisda o'tirib ishlashyapti. O'zbekistondan ham hozir Toshkentdan, Farg'onadan yoki Qashqadaryodan, Xorazmdan hamma viloyatlarda hozir logistika kirib bordi deb o'ylayman. Hamma odamlar O'zbekistondan tilni bilganlar dispatcherlik qiladi yoki safety, xavfsizlik xizmatlarida onlayn turib ishlashyapti. Bu keyingi anaqa. Yana qo'shimcha mana shu etapda mashina haydashni bilmaydigan, misol uchun O'zbekistonda haydamagan, bu yoqda umuman mashina haydamagan studentlar keladi, shunday yosh yigitlar. Men bir ikkita yaxshi ukalarimiz bor edi. Ular misol uchun mashina haydashni bilmaydi, umuman umrida haydamagan. Ular nima ish qiladi? Student o'qishga o'qiydi. Ular restoranlarda ishlaydi. Pizza, kafe restoranlarda
keyin kunlik ishlar bor. Moving bor. Odamlar Moving, ko'chada ha, o'sha yerda borib yuklarni narsalarni olib chiqib, mashinaga ortib, yana tushirib, joyiga joylashtirib berib, shunaqa ishlarga yordam beradi. O'shalar ham misol kuniga 200-300 dollar mehnatiga qarab, kunlik og'irligiga qarab, og'irligiga turgan qarab, joyi, shahriga qarab. o'rtacha shu taxminan shunday mo'ljal olsa, misol uchun taxminan summa shunday bo'ladi. Keyin yana nima ishlar qilishlari mumkin? Endi hozir bizda ustachilik, ustanovka mana bitta yigitni ko'rdim, zo'r ustanovchi. Televizorlar ustanovkalar, rolik o'zini kanali bor Instagramda. o'sha bo'ladi. Borar ekan, zakaz oladi, keyin juda zo'r pul oladi. Misol oddiy televizor ustanovka qilishga 500 dollar, 1000 dollar pul olyapti-da. Omadini bersin. Malades, bilgan odam shunaqa yaxshi ish topadi. Misol uchun siz santexnika ishlariga yaxshi bo'lsangiz, zo'r nimaga Telegram kanaliga yoki YouTube'ga yoki Instagram'ga yoki bo'lmasam o'sha gruppalar bor shunaqa yoki veb-saytlar, o'sha yerga o'zingizni nimalaringiz, ma'lumotlaringizni kiritib, shu ishlar qo'limdan keladi kiritsangiz, ular nimadan mijozdan zakaz kelganda sizga yo'naltiradi. Shu zakazni olib borib ishlaysiz. Misol uchun santexnika ishini qilasiz yo ustachilik qilishingiz mumkin uyda yoki oddiy Amerika odamlari to'g'risini aytishga juda lazy. Erinchoq. O'rganib qolganda endi imkoniyat bor, pulni topyapti. Shunday. Bu o'sha nima menimcha shu jamiyatlar juda rivojlangan sari, jamiyat boyigan sari nima bo'lib boraveradi. Servis xizmat rivojlanib boraveradi. Odamlar yaxshi ma'noda lazylash endi boshqa narsaga o'sha uni hisoblash ko'p o'sha boy odamlar bilan suhbatda bo'lganimda uni o'sha yarim soat 1 soat mana shuni tuzashga ketgan vaqtini boshqa narsaga sarflaydi va ko'proq pul ishlab topishi mumkin. O'sha tadbirkorning 1 soati u 1000 dollarga teng bo'lishi mumkin. O'sha 1000 dollarlik vaqtini o'sha 100 dollar. Tuxumda oddiy tuxumda qaynatilgan tuxum ham sotiladi-da. Mana xom tuxum bor, olib qaynatsangiz 5 minutda suvda hech narsa mehnat yo'q, qaynaydi. Lekin tayyor